Uyghur Akademiyasi 2009-yili 9-sentabr İstanbuldagi 9 Uyghur ziyolisi tarafidan qurilgan bir ilmiy organ. U Uyghur ziyolilarining o'zaro hamkorligini amalga oshirishiga turtki bo'lib, Uyghur milliy ruhini uyg'otish va milliy kimligini qo'g'dashga rag'batlantirish bilan birga Uyg'urlar ehtiyojli muhim sohalarda ixtisosli xodimlarning yetishib chiqishi uchun xizmat qilishni o'zining burchi va Uyg'urlarning milliy mavjudligini qo'g'dash va taraqqiy qildirish uchun yaramli odam yetishtirishni o'zining g'oyasi deb biladi. Uyghur Akademiyasi bu buruch va g'oyasini tutqi qilgan asosda qurilgan 15 yildan beri 20 dan ortiq davlatdan yuzlarcha Uyg'ur ziyolisining akademiya sepiga qo'shilishi bilan kelgusi izbosarlarni yetishtirish va Uyg'urlarning ham ma'arifi hamda milliy engining yuksalishi uchun xizmat qilib keldi. 2009-yili Turkiyada qurilgan bu organ 2021-yilgacha Amerika, Yevropa, Kanada, Avstraliya, Yaponiya va O'rta Osiyodagi tarmoqlarining qurilishi bilan kengaydi, zo'raydi va kuchlandi. Buning bilan dunyoning har qaysi joylarida yashayotgan Uyg'ur tadqiqotchi va mutaxassislarni uyushtirib, Qutatxo'bilik instituti, Xitoy tadqiqot instituti va Uyg'ur ona til komitetini qurib chiqdi. Hamma ishning boshlanishi qiyin bo'lganidek, Uyg'ur Akademiyasi qurilgandan beri asosan o'z a'zolarining fidokorligi va bir qism ilm-so'yar Sharq Turkistonlik qarindoshlarning yordami bilan nurg'unlagan ahamiyatlik ilmiy xizmatlarni izchil davomlashtirib kelyotdi. Keyingi bir qancha yilda bo'lsa, qilishga tegishlik zarur xizmatlarni turlarga aylantirib, munosabatli davlat organlari va shaxslarning moddiy va ma'naviy jihatdan qo'llashiga hamda yordamiga erishib kelmoqda. Uyg'ur Akademiyasi 15 yildan buyon muhojiratda vatan, millat taqdiri ustida izlanib, tadqiqot bilan shug'ullanayotgan akademik, adib va mutaxassislarning qatnashishida Turkiya va Amerikada bo'lib jami 15 qitim har xil muhim va maxsus temalarda muhokama yig'ini uyushtirdi. Millatga yaramliq yosh izbosar tadqiqotchilarning yetishib chiqishi hamda ularning o'zini har jihatdan yetildirishi uchun Uyg'ur milliy ideologiyasi va Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurishiga munosabatlik har xil temalarda 11 qitim Uyg'ur yoshlarini tarbiyalash kursi ochdi. Uyg'ur yoshlarining o'zlarini erkin ifoda qilishiga munbar hozirlash va shundaqla keyingi yosh avlodlarning ilmga bo'lgan ishtiyoqining kuchayishiga turtki bo'lish maqsadida 7 qitim magistr va doktor o'quvchilar uchun ilmiy muhokama yig'ini uyushtirdi. Uyg'ur Akademiyasi xirisga duch kelgan Uyg'ur ona tili va madaniyatini qo'g'dash uchun 21 fevral Dunyo ona til kuni va 5 may Uyg'ur do'ppi bayrami kuniga munosabatlik 20 qitim har xil muhokama yig'ini va ilmiy faoliyatlarni ilib berish orqali ona til kuni va 5 may Uyg'ur do'ppi bayrami kunini vatan ichi hamda sirtidagi Uyg'urlarga aktiv tashviq qilib, bu ahamiyatli kunlarning tonilishi uchun boshlamchi bo'ldi va Uyg'ur ona tili hamda madaniyatini qo'g'dash harakatining yuqori pallaga chiqishida turtkilik rol o'ynadi. Uyg'ur Akademiyasi Uyg'ur xalqining ma'naviy madaniyat va ong saviyasini yuqori ko'tarish uchun elib berilgan oqartish harakatida boshlamchilik rol o'ynagan tarixiy shaxslar va adiblarni yod etish, ularning ish izlarini kelajagimizning kapolati bo'lgan yosh avlodlarga tonishtirish maqsadida ko'p qitim Uyg'ur mutafakkurlarini xotirlash muhokama yig'ini uyushtirdi. Uyg'ur Akademiyasi muhojiratda ko'plagan Uyg'ur yoshlarining oliy maktablarga kirishiga yordam qilish xizmatini aktiv ishlab keldi. Buning turtkisida akademiyaning yordami bilan bu yoshlarning oldi doktorlik unvoni elib, oliy maktablarda o'qituvchi bo'lib xizmat qilmoqda. Yana ko'p sondagi Uyg'ur yoshlari bo'lsa, har sohada o'z to'pisini qo'shib kelmoqda. Uyg'ur Akademiyasi Turkiyaga yangi kelgan Uyg'urlarning ko'nishi, o'qishga kirishi va xizmat tepishi qatorliq amaliy ehtiyojini ko'zda tutib,
40 necha qarar til va rasm kurslarini ochib, jami 350 dan ortiq Uyg'ur yoshini tarbiyaladi. Мәмтили Tevfikning ma'arif mash'ilini Turkiyada yondirish maqsadida muajiratdagi bir qancha ma'rifatparvar Uyg'urning yordami bilan 2014-yildan boshlab Turkiyadagi o'qishda a'lo va milliy ro'yi kuchli bo'lgan o'z xarajati bilan o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilar uchun akademiya tarafidan Tevfik o'qish mukofoti ta'sis qilindi. Bu munosabat bilan 2014-yildan 2020-yilgacha 135 nafar o'quvchiga Tevfik o'qish mukofoti va 110 nafar o'quvchiga Tevfik o'qish yordami bo'lib, jami 245 nafar Uyg'ur o'quvchining o'qishiga yordam qilindi. Bu 6 yilda o'z xarajatida o'qiyotgan Uyg'ur o'quvchilarga tarqatilgan Tevfik o'qish mukofoti summasi taxminan 148 ming Amerika dollariga yetdi. Uyg'ur akademiyasi qurilgan 15 yildan buyon akademiya tor betida Uyg'urlarga munosabatlik har xil janrdagi 3700 ga yaqin yozma e'lon qilindi. 2009-yildan 2012-yilgacha vatan ichidagi Uyg'urlarmi akademiya organ to'rini ziyorat qilish fursatiga erishgan edi. 15 yil ichida akademiya to'rini ziyorat qilganlarning umumiy soni jami 2 millionga yaqin odam bitimga yetdi. Vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlarning ma'naviy ehtiyojini qandirish, Uyg'urlarning milliy va tarixiy kimligini kuchlantirib, millatning ong saviyasini yuqori ko'tarish uchun Uyg'urlarga munosabatlik 2000 ga yaqin kitob, maqola va ilmiy tadqiqot asarlari to'planib, akademiya to'r kutubxonasiga qo'yildi. Yuqorqi xizmatlardan sirt milliy oqartishni maqsad qilgan asosda Uyg'ur akademiyasi parallel holda har xil temalarda 100 qitimdan ortiq leksiya va ilmiy suhbatlarni o'rinlashtirdi. Uyg'ur akademiyasining 15 yillik o'tmishini ko'zdan kechirganda, akademiya xizmatlarini tuvandagidek 2 bosqichga bo'lib xulosalash mumkin. 2016-yilga qadar Uyg'ur akademiyasi vatandan a'lochi Uyg'ur yoshlarining Turkiyaga chiqib o'qishiga kuch chiqarib, Turkiyada Uyg'ur o'quvchilarning o'qish obrazini yaxshilashni amalga oshirdi. Uyg'ur tili va madaniyatining qo'g'dilishi uchun vatan ichi-sirtida safarbarlik rolini o'ynadi. Muajiratda Uyg'ur ziyolilarining fan tadqiqotlarini Uyg'urcha muhitda Uyg'ur jamoatiga yetkazishga sahna hazırlab berdi. Vatan uchun ish qilish niyatida bo'layotgan har qaysi davlatlardagi Uyg'ur ziyolilarining ko'p qismini o'rtaq bir nishon uchun uyushtirdi. 2017-yildan boshlab kommunist Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan erkiy qirg'inchilik siyosatining oshkora o'tirg'i chiqishi va vaziyatning taqozosi bilan Uyg'ur akademiyasi doktor Rishad Abbosning yetakchiligida harakat strategiyasini o'zgartirib, Turkiyadan xalq chiqib, qisqagina 4 yil ichida orqa-orqadan Amerika, Kanada, Yevropa, Avstraliya, Yaponiya va O'rta Osiyo qatorliq 7 davlat va rayondagi Uyg'ur ziyolilarini uyushtirib, tarmoq akademiyalarni qurdi. Amerika qatorliq g'arb davlatlarida Xitoyning jinoiy qilmishlarining erkiy qirg'inchilikda qo'nilishida aktiv rol o'ynadi. 2021-yili 6-oyning 4-kunidan 7-kunigacha Londonda ochilgan mustaqil Uyg'ur sotining tayyorlik xizmatiga aktiv ovoz qo'shib, necha ming betlik arxiv va isbotlarning tarjima va tahrirlik xizmatini xolis ustiga elib, muvaffaqiyatli tamomladi va ayni yil 9-dekabrda mazkur sotning Xitoyning vatanimizdagi jinoiy qilmishlarini erkiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat deb hukm chiqarishida muhim rol o'ynadi. 2022-yildan boshlab Uyg'ur akademiyasi orqa-orqadan uda 2 yil Amerika va Turkiyada Uyg'ur qirg'inchiligi davomlashayotganda diasporadagi Uyg'ur tili, madaniyati va Uyg'ur kimligini qo'g'dash haqida xalqaro muhokama va muzokara yig'inlarini o'rinlashtirdi.
ana til darslik kitoblarini planlash, tuzish va nashrdan chiqarish xizmatini sistemalik elib berib, bu yil 5-oyda boshlang'ich 1-yillikdan 5-yillikgacha jami 5 kitob nashrdan chiqdi va 22-may Amerika Davlat Majlisida bu yurishlik darslik kitoblar tonishtirildi. Bu kitoblar muajiratdagi ana til maktablarida darslik sifatida o'tiladi. Bu Uyg'ur ma'arifining diasporada birlikka kelishining boshlanishidir. Buningdan boshqa Uyg'ur akademiyasi bultur yana Uyg'ur yoshlarini Uyg'ur tili va madaniyati bo'yicha tarbiyalash kursi o'rinlashtirib, butun dunyoning har qaysi joylaridan tanlangan 34 ilg'or yoshni Turkiyada 2 hafta yozlik kursda tarbiyaladi. Bu yil yana bir guruhi tanlangan yoshlarni maxsus yetakchilik va rahbarlik roli jihatida tarbiyalamoqchi. Bu o'quvchilar dunyoning har qaysi joylaridan tanlangan ilg'or yoshlarimiz bo'lib, kelajakda Uyg'ur tili, madaniyati va Uyg'ur kimligini qo'g'dash jihatda rahbarlik vazifasini ustiga olish uchun Turkiyada 10 kunlik yozlik kursda alayda tarbiyalanadi. Uyg'ur akademiyasi nurg'un sinoqlarga, moddiy qiyinchiliklarga va besimlarga duch kelgan bo'lsa-mu, akademiya hay'at a'zolari umitsizlikni o'ziga yod bilib, millatning zulmdan qutulishi va vatanning hurligidan iborat oxirgi nishon uchun Uyg'ur ziyolilarining o'rtaq ahliga tayinib, Xitoyga qarshi kurash qilib kelmoqda. Akademiyaning vujudga chiqargan ilmiy emgaklari batiki kurashlarimizning ultishi bo'lib, Uyg'ur madaniyat tarixida mangu o'chmaydigan mavjudlik va erkinlik dostoni bo'lib qolg'isi.